ishiga protsedurani nima qilish? Kosmetolog bo'lsangiz bo'lar ekan siz. Bu patsientimiz menga murojaat qildilar, terida xiralashish, yuzda mayda ajinlar bilan va yuzda dog'lar bilan murojaat qilganlar. Qizlarimiz, ayollarimiz har doim bizga yuziga ajin bilan murojaat qilishadi. Oldin 30 yoshdan keyin ko'pincha shu muammo bilan murojaat qilishgan, hozir bo'lsa 20 yoshdan keyin. Sababi nimada deb o'ylaysizlar? Chunki hozir bizda podrastkovoy возрастdan qizlar juda ham kosmetikaga berilgan. Bugun 3-protsedurani o'tkazyapmiz. Bundan oldin 2ta protsedura qilganmiz. Hozirda terlari namlangan, ajinlar ancha yoyilgan va teri yorqin rangda. Bu patsientimizga biz mezoterapiya muolajasini o'tkazamiz. Mezoterapiya nima bu? Hammani beradigan savoli. Mezoterapiya olsam yuzim qiyshayib qoladimi yoki yuzim o'zgarib qoladimi? Botoks emasmi deyshadi. Yo'q, bu mezoterapiya vitaminoterapiya bo'ladi. Sostavida gialuronkalar, peptidlar, aminokislotalar va bir qancha vitaminlarga boy bo'lgan preparat hisoblanadi. Bu preparat terini oziqlantirib beradi, namlantirib beradi. Biz bu muolajani ko'z atrofidan boshlaymiz. Bu protsedura og'riqsiz hisoblanadi va 10 minut vaqt davom etadi.